O'zi final ustoz. Hozir kimniki qolsa, Malibu egasi bo'ladi. Qayda mehr bozori ayting. Abror Ahmedovni taklif qilamiz qarsakiylar bilan. O'zlariga tanlatamiz. Mabodo qo'lingizga solganingizda opa, o'zingizgina olib qolsangiz, o'zingizni qo'lingizda ayblaysiz. Qarsakiylar bilan 5 tagina ishtirokchi, 5 ta. 11200 ta odamning ichidan saralangan 5 kishi. Viloyatlardan keldi aksari. Hop, tayyormizmi? Endi Boshlayman. tanlang bittasini. Bo'ldi. Akamizga televizorlarni sovg'alardan deb bilamiz qarsakiylar. Qarsakiylar chaltiraylik, demak, ikkinchi ishtirokchini chiqaryapti mana. Ketdik ana, tanlaychi. Qarsaklar. Qarsak. Mehri sopa. Surxondaryoda tashrif buyurgan Mehri sopamizga navbatdagi sovg'alarini topshiramiz. Nilufar singlimiz chiqdi. Qarsaklar. Qarsakiylar bilan navbatdagi televizorni Nilufar singlimizga topshiramiz. Samarqandlik Nilufar singlimiz marhamat. O'zi final ustoz. Hozir kimniki qolsa, Malibu egasi bo'ladi. Hozir Nilufar qo'liga olgan ism chiqib ketadi. Ya'ni televizor oladi. Ichida qolgan mana shu Malibuning egasi. Kim? Furqat akamizga qarsak sholinglar, sababi Malibu egasi bo'ldilar. Tabriklaymiz. Ular xayrli bo'lsin. Sizga ham yaxshi kunlaringizga ham qo'shib xizmat qilsin. Tabriklaymiz. Qarsakiylar! Mashina muborak bo'lsin! O'rtoqlar, Malibu avtomobilimiz Jizzax Zominga ketadigan bo'ldi. Gap bo'lish mumkin emas.